bir erkakning qalbiga 4 ayol joylashadi. Birinchisi onasi, ikkinchisi rafiqasi, uchinchisi opasi yoki singlisi, to'rtinchisi esa qizi. Birinchisini rozi qilish Allohning roziligidir. Ikkinchisiga marhamat ko'rsatish Rasulullohning vasiyatidir. Uchinchisiga e'tibor qaratish erkakka baraka keltiradi. To'rtinchisini xushxulq qilib tarbiyalamoq esa jannatga ochilgan bir eshikdir. Xo'sh, erkaklar, sizning qalbingizda quyidagilarni nechtasi joylashgan? Izohlarda yozing.